Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Dilshod umurtqa pog'ona kasalliklari mutaxassisi. Yana men bugun sizlar bilan umurtqa pog'ona kasalliklari uy sharoitida davolovchi, ya'ni umurtqa sohamizda protruzia, grija, osteoxondroz kasalliklarida yotib olib bajaradigan mashqlarimizni navbatdagisini ko'rsatib beraman. Xo'p, yana ko'rsatuvimizni boshlaydi o'tib ketaman. Kanalimizga siz yangilardan bo'lib bizni birinchilardan kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizda Dilshod Muxtor deb istaysiz bizni chiqamiz va albatta like bosib, podpisaniyani bosib qo'ysangiz, keyingi mashqlarimizni doim biz bilan kuzatib borasiz. Xo'p, bu soha bo'yicha yana men qisqa videomizni boshlab tushuntirib o'tib ketaman. Asosiy bel sohamizda uchraydigan kasalliklar, ya'ni protruzia, grija kasalliklari, skolyoz va boshqa kasalliklar turlari bel sohamizni, oyoq sohalarimizni og'riqlar bilan bildiradi. Asosiy bu og'ir ko'tarish, asosiy noto'g'ri harakatda va noto'g'ri ovqatlanish, yillar davomida vaspalini shamollatib olish, mana shular kabi holatlarda inson tanasida kuzatiladi. Biz noto'g'ri yuk ko'tarish, noto'g'ri harakat, og'ir ko'tarishlardan, ya'ni umurtqa pog'onalarimiz qisilishdan kelib chiqqan kasallikni qisilishni cho'zish, umurtqa pog'onasini bir-biriga yaqin kelgan deformatsiyani ko'tarish, ochish, tortish mashqlarimiz bilan mana shu kasalliklarni yengib olamiz. Mashqlarimiz 3 mm gacha uy sharoitida davolaversa bo'ladi. Ya'ni bu protruzia davrida 3 mm dan keyin albatta yon atrofisidagi manual terapiya sohasi bo'yicha va nevropatologlarga uchrashingiz kerak. Sababi mashqlarning o'zi aslida kasallikka chalinmaslik uchun qilinish kerak. Bizda bo'lsa kasallikka chalingandan keyin mashqlar bajaradi. Xo'p, akalar, bel sohasida muammosi bor do'stlarimiz asosiy belda qattiq og'riq, oyoqlari tortib og'riyotganligi uchun tikka turib mashq bajargisi kelmaydi. Ana shuning uchun ko'p mashqlarimiz biz yotib olib, o'tirgan holatda ko'rsatib beramiz. Va yosh kattalar ham oson bajaradi shu mashqlarimizni. Xo'p, bajaramiz. Bu holatda yotib olgan ko'rinishi sodda, oddiy mashqlarimiz. Akalar, iloji boricha men bilan birga takrorlasanglar, esinglarda qoladi. Bu holatda bemor kushetka ili so'ri deb gapiraylik o'zbekchasiga, yoki kravatda, qattiq joyda, mestada yoki yerda bajarsam bo'laveradi. Mana shu holatda bajariladi. Xo'p, bu holatda pastga qarab yotgan holatda, mana shu holatda qo'llarimizni, ya'ni tirsaklarimizni mana shu holatda qo'ygan holatda, qarang, oyoqlarimiz tikka turgan holatda bajaramiz. Mana shunday qo'yib olamiz, joylashtirib. Bo'ynimizni, boshimizni birinchi положение, ya'ni birinchi turish holati shu bo'ladi. Mana yelkalarimizni ko'tarib olgan holatda joylashamiz. Mana shu turishimiz mashqimizning boshlanishi. Xo'p, ya'ni boshimizni qarab ko'taramiz. 1 2 3 4 5. Bu mashqimiz ham bo'yin sohasiga ta'sir qiladi, ham bel sohasiga va ko'krak qafas sohasiga universal mashqlarimizdan. Xo'p, bu holatda biz razminka qilib chiniqtirib olamiz umurtqalarimizni shu holatda. Endi ozgina nagruska berishni boshlaymiz. Endi qanday qilamiz? Ya'ni kaftimiz bilan turamiz mana. Ko'riz. Endi bunda ozgina belimizda og'riq bo'ladi. Sababi bel sohamizda qisilish borligi uchun ochilib cho'zilyapti. Xo'p, mana shu holatda turgan holatda 1 2 3 4 5. Ana boringsiz, bo'yningizni, ana boshingiz aylanadi, davringiz bor. Ana holatlarda bunaqa qilmasangiz ham bo'laveradi. Ko'rdingizmi? Mana shu holatda iloji boricha chuqur nafas olib, iloji boricha chiqarib turamiz. Sababi chuqur nafas olib dakansi qo'yib olib chiqarganimizda tanamiz bo'shaydi. Bo'shagan tanada yaxshi cho'zilish kuzatiladi. Xo'p, mana shu mashqimizni qilgandan keyin asta-sekin dam olamiz. Sababi og'riqlar kuchayishi mumkin sizda. Endi muddatini ozroq qilishingiz mumkin. 1 minut qiling, 2 minut qiling. Organizmingizni chidashigacha qarab qilasiz. Xo'p, birinchi mashqimizni ko'rsatib berdim. Shu holatda o'zingizga kelib olganingizdan keyin ikkinchi mashqimizni bajaramiz. Bu ham yotgan holatda. Hozirgi birinchi mashqim yosh katta onaxonlarga, otaxonlarga bajarish uchun oson.
Birinchi mashqim. Endi ikkinchi mashqim bo'lsa, bajarish qiyinroq bo'lsa, bajarmay qo'yish ham mumkin. Yosh kattalar, lekin yoshlar bajaradi. Bu holatda, shu holatda yotganda oyoqlarimizni ko'taramiz. Ko'targan holatda iloji boricha ushladik. Ko'rdingiz mana. Endi ushlagan holatda mana oyog'imiz ushlagan holatda bu oyog'imizni pastga qarab tortamiz. Qo'yib olmaymiz qo'limizni. Pastga qarab shu holatda tortganimizda bu gavdamiz tagiga ko'tariladi mana. Ketdik. Qarab turamiz. 1 2 3 4 5. Bu oson bajarilishi. Mana oyog'imizni ushlaganimizda oyog'imizni pastga qilsak o'zimiz gavdamiz ko'tarib beradi. Qani. 1 2 3 4 5. Ko'krak qafaslarimiz zo'r. Bo'yin sohalarimizga ta'sir qiladi. Xo'p. Buni men tushuntirib beraman hozir. Bu mashqimizda, ya'ni umurtqa pog'onamiz atrofidagi go'shtlarimiz, ya'ni mishitsalar go'shtlarimizni chiniqtirib berish vazifasini bajaradi. Umurtqamiz atrofidagi go'shtlarimiz, ya'ni chiniqsa, ancha-muncha yukka nagruzka tushmaydi belimizga. Bizda umurtqamiz atrofini chiniqtirish bo'lmayapti. Xo'p, albatta mashq bajarganimizda turish o'rnimizdan turish qonun qoidasiga rioya qilamiz. Bu holatda yonboshlagan holatda bir qo'limiz kafti bilan tiyangan holatda turamiz o'rnimizda. Xo'p, agar mana shu mashqimiz yoqqan bo'lsa, baraka topinglar, bitta like bosib qo'yasizlar. Sababi mana shu mashqlarimiz boshqa bemorlarga yetib borishlik uchun. Albatta obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotganlar obuna bo'lishlarini tavsiya beramiz. Keyingi mana shunday mashqlarimizni bizning kanalimizdan ko'rib olasizlar. Xo'p, hammalarga sog'lik tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni belingizlarda ehtiyot qiling.